Hurmatli tadbirkorlar, mana uchrashuvimizda maqsadimiz shu ish o'rni yaratish, shu tadbirkorlarga ko'plab uzatish. Mana hozir bugun uchrashuv o'tkazyapmiz. Kimda hozir qanaqangi muammolar bor, kimda qanaqangi kreditlar ajratish keraklik, kimda kredit olmoqchi, kim kredit olmoqchi. Menga hunarmandchilik bo'yicha 20 million kredit kerak. Qanday bo'lsin? Siz hozir mahalliy ajratasiz, mahalliy ajratasiz, hokimiyatdan tavsiyanomasi bilan bankka keladi, keyin sizga ajratib beriladi. Ya'ni kimda qanday kreditlar olish istagi bor? Davon nechiga kerak? 30 million kerak. Chorvachi. Yaxshi. Xuddi siz ham shunday chorvachilik yo'nalishi bo'lsa,